Aziz do'stlar, bugungi videoda alkogolsiz va halol sertifikatiga ega bo'lgan, undan tashqari O'zbekiston bozorini juda tezlik bilan egallayotgan o'sha mashhur bug'doyli ichimliklarni 4 xilini sizlar uchun ichib ko'rib baho beraman. Ushbu ichimliklarning nomi Three Horses bo'lib, kelib chiqishi Niderlandiyadan, ya'ni Gollandiyadan va ushbu brendning boshqa analoglardan ustunligi ular eng yaxshi arpa va ehtiyotkorlik bilan tanlangan suvlardan foydalanib alkogolsiz ichimliklarni ishlab chiqarishadi. Xo'sh, anorligi halol sertifikat. Butilkani qopqog'ini qo'lda bemalol ochish mumkin ekan. Xo'sh, ichib ko'ramiz. Bismillah. Birinchi ichganingizda zahoti anor ta'mi kelyapti, lekin keyinchalik bug'doy o'zini sifatli ta'mini beryapti. Olmali. Olmani o'zini ta'mi juda ham kuchli, lekin bug'doy bilan bo'lganligi uchun ajoyib mix. Klassическийsi. Men o'zim shaxsan klassikani fanat emasman, lekin aniq bilaman, buni o'zini fanatlari juda ham ko'p va ular nima bilan ichishni biladi. Qulupni yedik. Ushbu ichimliklar boshqa analoglarga qaraganda, ya'ni boshqa shu turdagi ichimliklarga qaraganda bularning halol sertifikati bor. Bular kelib chiqayotgan joy, ya'ni Niderlandiya butun Yevropa mamlakatlarining ichida eng ishonchli va eng sifatli mahsulotlar chiqarish bo'yicha nomer 1 mamlakat hisoblanadi.